Behruz Karimov jahon futboli yulduzlarini ortda qoldirdi. Hozir shu haqida siz esa obuna bo'ling, barchasini bilib olasiz. Shu joydan tepiladimi? Zarba! Gol bo'lsa mayli edi. Terma jamoamizning jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokiga qaramay, Behruz Karimov o'zini ko'rsata olishi kishini xursand qiladi. O'tgan 2 tur natijasiga ko'ra, u 34 marotaba yakka kurashlarda qatnashgan va raqibdan to'pni 15 marotaba olib qo'ygan va eng qiziq statistika shundaki, u himoyachi bo'lishiga qaramay raqiblarini 6 bor aldab o'tgan. Bu esa terma jamoamizdagi eng yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Transfermarkt mundialda eng ko'p daqiqa o'tkazgan 21 yoshgacha bo'lgan futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Shortlistdan 20 nafar yosh futbolchi o'rin olgan. Behruz Karimov esa 180 daqiqa bilan ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Xursand qiladigan jihati Paul Kubarsi, Arda Güler, Joao Neves, Kenan Yildiz, Nico O'Reilly va Desire Doué kabi jahon yulduzlari hamyurtimizdan ortda borishmoqda. Ro'yxat yetakchisi Boajiga Manchester City, Real va PSG jamoalari qiziqish bildirayotganini hisobga olsak, tez orada Behruz Karimov ham top 5 ligada to'p suradi.